Biznesmenlar biznesda qiladigan 3 ta eng katta xatoni sanab beraman. Birinchi asosiy xato bu ROI'ni hisoblamaslik. Tasavvur qiling, siz zavodga 1 million tikkansiz, lekin 15% yiliga foyda olasiz. Undan ko'ra bu pulni binoni ijaraga berish orqali ishlaganingiz yaxshiroq. Ikkinchi asosiy xato bu tez va sekin sotiladigan tovarlarni bilmaslik. Agar sizda sekin sotiladigan tovarlar omborda 50% dan oshig'ini tashkil qilsa, bular talabgor tovarlaringizni pulini ushab turibdi. Uchinchi asosiy xato bu aylanmaga e'tibor bermaslik. Siz past marja bilan ham aylanmani tezlashtirib ko'proq daromad qilishingiz mumkin. Tasavvur qiling, $20 marjali tovar siz bir oyda bir marta sotib $20 foyda qilsangiz, lekin $5 skidka bilan siz bir oyda 2 marta sotsangiz, birinchidan $10 ko'proq foyda qilasiz. Bunda siz 2 marta aylantirdingiz past marja bilan. U yo'g'ini o'zingiz hisoblab oling. Men bu xatoliklarni to'liq yoritib berilgan 10 minutga yaqin video darslik tayyorlaganman. Uning uchun siz izohda 3 so'zini yozib qoldirsangiz, uni sizga yuboraman.